Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Muhtaram birodarlar, akalar, ukalar. Allohning borligiga ishonish va ishonmaslikni hayotimizga qanaqa ta'siri bor, qanchalik bizi hayotimiz uchun ahamiyatga ega. Mana bu juda muhim masala. Inson agar Allohga ishonsa, ya'ni Allohning borligiga ishonish degani bu koinotni va insonni yo'qdan bor qilgan zotni borligiga ishonishdir. Endi insonda hayotida eng muhim narsa inson nima uchun hayotda yashayapti, nima uchun dunyoga keldi-yu, nima uchun u dunyodan chiqib ketyapti. Bu hayotdagi uni asosiy vazifasi nima? Mana buni bilish inson uchun juda muhim. Hayotda bundan ham ko'ra muhimroq narsa yo'q. Inson har bir narsani nima uchunligini bilishga harakat qiladi. Masalan, inson birovga bir narsa sovg'a qilsa, u darrov so'raydi, nima uchun menga buni beryapsan deydi, nima uchun menga buni sovg'a qilyapti deydi. Yoki inson masalan bir mashina olsa, uni nima uchunligini biladi. Uy solsa nima uchunligini biladi. Uylansa nima uchunligini bilib uylanadi. Lekin Allohga ishonishlik, nima uchun ishonamiz? Mana bu muhim. Bugungi kunda yer yuzidagi insonlarda qariyb 99% Allohga ishonishadi, ya'ni yaratuvchi borligiga ishonishadi. Buni tan olishadi. Ammo bu yaratuvchi bizni nima uchun yaratdi degan savolni qo'ymaydi, qo'ysa ham bunga e'tibor berilmaydi. Chunki ular Xudo bilan hech kimning aloqasi yo'q, hech kim uni ko'rmagan. Demak, Xudodan bu savollarning javobini ola olmaymiz deb bilishadi. Ya'ni ularda payg'ambarlar haqidagi ma'lumot yetmasa kerak. Ko'pchilik musulmonlar, hatto musulmon bo'lmaganlar ham ko'pchiligi Allohga ishonishadi, Xudo bor deyishadi. Lekin u so'zda tagida yotgan asosiy maqsadni tushunishmaydi, bunga yoki e'tibor berishmaydi. Allohga ishonish degani bu koinotni, insonni yaratgan yaratuvchisi bor, insonni va koinotni xo'jayini bor degani. Agar inson bu narsani tan olgan bo'lsa, ya'ni insonni o'zini va koinotni xo'jayini borligini tan olgan bo'lsa, demak bu insonni nima uchun yaratganligi, koinotni nima uchun yaratilganligini javobini faqat ana shu koinotni yaratgan, insonni yaratgan, uni xo'jayini bo'lgan Allohdan javob olishligi lozim. Shuning uchun insonlar nima qilgan? Insonlar doim bunga javob istashgan va payg'ambarlarga ro'baro bo'lishgan. Ya'ni payg'ambarlar kelib odamlarga men payg'ambarman desa, unga e'tibor bermay qo'yishmagan. To'xta, sen payg'ambarligingni qanday isbotlaysan? Sen haqiqatda payg'ambar bo'lsang, demak sen Alloh bilan aloqang bor. Demak biz sen orqali kerakli savollarimizga Allohdan javob olamiz deb bunga ahamiyat berishgan va u payg'ambarni payg'ambar ekanligini dalillarini izlashgan, dalillarini talab qilishgan. Uni dalillarini ko'rgandan keyin ular buni payg'ambar deb ishonib, ana undan keyin o'zlarini muhim savollarini payg'ambarga bergan va payg'ambar orqali Allohdan bularni javobini olishgan. Endi shu payg'ambarlarga keladigan bo'lsak, mana payg'ambar degani bu Alloh bilan insonlarning o'rtasidagi elchi degani. Endi u elchi demak Allohdan bir narsalarni insonlarga olib kelgan, nimalarni olib kelgan. U payg'ambarlar mana insoniyat tarixini olsa, nafaqat islomda, bu islomdan avval ham payg'ambar degan so'z, payg'ambar degan tushuncha odamlarning orasida ishlatilgan. Demak, payg'ambar so'zi bor ekan, uni voqeasi bor. Mana o'tgan kitoblarda
Xristianlarning kitobida, yahudiylarning kitobida, boshqa kitoblarda payg'ambarlar haqida ko'p ma'lumot berilgan. Bu payg'ambarlarni hamma insonlar Allohning elchisi deb tanishgan. U payg'ambarlar insonlarga qanaqadir bir fan o'rgatishmagan. Ya'ni matematika, ximiya bu fanlarni o'rgatishmagan. Ular bunaqa olimlar emas, balki ular insonlarni hayotida kerakli bo'lgan, ya'ni nima uchun ular yaratildi, insonlarda hayotini mazmuni nima, kelajakda o'lgandan keyin insonni nimalar kutyapti, mana bu savollarga javob berishgan. Ya'ni o'zlarini payg'ambar ekanliklarini mo'jizalar orqali isbotlagandan keyin mana bular haqida ma'lumot berishgan Allohdan va odamlar buni qabul qilib shu asosda yashagan. Albatta bu payg'ambarlarni bilishlikni ortida boshqa savollar, boshqa muammolar ham kelib chiqadi. Ularga yana davomida gaplashib o'tamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.